Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan o'sha sizlar tanigan Abdulhamid bo'ladi. Sizlardan katta rahmat bari 140 ta qildilaring. Keyingi videoyim bu videoda biz maqsadimiz Minecraft lekin olmos topish bo'ladi. Iltimos sizlardan o'tgan Minecraft qishloq sizlari videoyimga kirib, obuna bo'lib, like bosib, komment yozinglar iltimos. Bu videoga ham like bosib, kommentariyani portlatib tashlaylar. Eng ko'p like yig'gan kommentariyani videoyimda reklama qilib beraman tekinga. Bo'pti, unda videoni boshladik. Mana bizning zonamiz. Video olayotgandim men. O'sha video olayotgan joyimda nimagadir video olamayotganga o'xshadi. Keyin videoga kirib ko'rdim. Video olinmayotgan ekan. Shuning uchun hozir men mana shu kuchayganlarimni ola olmayapman. Lekin to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Mana bitta qishloq bor, katta qishloq bor. Minecraft olmos topishimiz kerak. Biz bugungi vaqtimiz mana shu bo'ladi. Bu qishloq qaysi sizligini bilsalaring, kommentga yozib ketinglar. Chunki men o'tgan videoyimni xuddi shu qishloqda sizlarga ko'rsatdim. Mana bu yerda spawner bo'ladi. Sizlarga spawnerni ko'rsataman. Eshityapsizlarmi? Hozirdan tushmasimizdan boshlandi. Zombilar spawneri bo'ladi. Masalan, Tayland ko'lamanglar. Shu bitta ko'lasizlar, tushib ketishlari yo'q. Pishiq tushdi, pishiq. Pishiq, ishtoning pishiq. Mana makta bo'lish kerak edi. Adashmasam menimcha. Spawner shunchalik uzoq ketdimi? Mana degan tepaga chiqishimiz kerak. Mana spawner makta. Mana sizlarga spawner. Suyunchi bediler, kim kimsiniz? Spawner sindirmadan suyunchi bedi bo'ldi. Tak paytı. Hadi bakalım. Yeter. Neredeyse gene. Yeter. Oldu. Şunu sert basacağım. Bo'pti, biratlar, dushi rahmat dasarayda o'g'irlab ketdim. Spawnerga kirib chiqdik. Birinchi navbatimizga qonunchi temirlar, 11 temir bor ekan. Biz hozir bu chestplate yasaymizmi? Ishton chestplate, chestplate. Garajdan. Paqir olsanon. Bo'ldi уже. Biz skachokamiz. Ikkita paqirim bor. Bittasiga avval, bittasiga love olaman, bittasiga suv olaman. Suv, yotoqqa kerak bo'lsa, mayke qo'ravoy. Agar yuzimni ko'rsatishni istasalaring, menga obuna bo'lib, like bosinglar. Qachonki obunachim 1000 tadan oshadi, siz o'zingiz yuzimni ko'rsatib video qiling. Men videoni boshida yuzimni ko'rsataman, undan keyin Minecraft ichiga kirib ketaman. Hozir telefonda o'ynayman, agar bilsalaring, bilmasalaring bilib olinglar.
kompyuter olishim kerak meni. Ancha bor, shuning uchun web kameram ham yo'q, shuning uchun. Mana shu qo'ychani o'ldirsak, ketmaydi. Bizda ikkita bo'ldi. Bitta jun kerak. Jundor. Bo'ldi, bemalashmiz. Mal yandı. Çay var. Ne. Ovqat. Bu yerda menga qachonki 200 ta burachi bo'ladi. Undan keyin Minecraft lekin loyidan epik narsalar beradi. O video chiqardiki va uni qaytadan yuklashdi. Qayta unaqa mod kanaldan yuklashdan urg'otiy ketaman. Agar lifehacklar aralashmagan bo'lsa, shu ketayotgan joyda unaqa olvos bo'lishi kerak. Ikkinchi bo'ldi. Bizda esa kravat bo'ldi. Na. Men to'g'ri unaqa ekanman. Qo'yil. Tak. Hamma yo'qim kerak men. Bu qatsob ketdi. Tosh. Dala ham kelib tursin mayli. Po'rt umuman kerak emas. Yog'och. Kerak. Bo'ldi. Keyin lavani qo'yib ketaylik. Menga nima kerak? Suv olib kelib olaylik. Vatr drop qilgani. Orqamda poliz bo'lishi kerak. Kiramiz. Bitta eshikni o'g'irlamiz. Biz shunga beramiz. Men qochibman. Bo'ldi. Bolalar hozir 2 daqiqa. Hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan Abdulhamid To'rog'i Rey uz bo'ladi. Bugungi videomizda biz olmos topish maqsadimiz bo'ladi. Uzr so'rayman. Shuncha harakat qilib, mana shu narsalarni yig'ib, unaqa nima, mashlarni olish video esimdan chiqib qopti. Lekin sizlardan uzr so'rayman. Men shu narsalarni obunachilarim kech payt video chiqarib turdim. Hech kim javob bermaganim o'sha chiqarib yubordim. Like'larni ayamasdan bosib kanalga obuna bo'lamiz. Maqsadimiz olmos topish eslatib qo'yay. Keyingi videomiz Minecraft lekin loyidan epik narsalar bo'ladi. Kutinglar. Mashdan to'g'ri qarab tushga to'g'ramiz. Umid qilamanki, aktivda tushirmaysizlar. Biz 154 ta bo'ldik. Sizlarga rahmat. Shovqin bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Men ko'chada video olyapman. Keyin bitta lifehack temirchining uyidan eshikdan kirgandan keyin ikkinchi blokdan tagiga qo'lab ketaversalaring, unaqa chiqish kerak. Olmos chiqish kerak. Tezroq chiq, olmasdan. Bunaqa bo'lmaydi. Uncha qilib o'ynayapman. Gravitosh. Pastga tushib turibmiz, to'xta. Olmos kerak. Yo! Olmos. Qani? Obunachilar, meni kuzatganlaring uchun kattakon rahmat. Sog' omon bo'linglar. Bugungi videomiz mana shu joyda yakun topadi. Keyingi videoni kutinglar. Keyingi videomiz Minecraft lekin loyidan epik narsalar beradi. Sizlar bilan Abdulhamid bo'ldi. Hammaga xayr.